Men protsessorga asoslangan radioni xohlayman. U ham flat, WAV va bularning barchasini xres formatlarida va raqobatchilardan arzonroq narxda o'ynaydi. Assalomu alaykum bolalar. Bugun biz aynan shunday avtomobil stereosini, to'g'rirog'i, ulardan birini ko'rib chiqamiz. Chunki ular funksionallik jihatidan bir xil. ATX 905 bin. Bugun bu magnitofonlar o'zining xususiyatlari, tashqi ko'rinishi va funksionalligi bilan ajralib turadi. Bu ATF kanali, men Stas Bastman. Barchangizni qutlayman. Boshladik. Yana bir bor takrorlamoqchiman. Barcha magnitofonlar protsessorli bosh qurilmalar liniyasida taqdim etilgan. Men sizga byudjetli narsalar haqida eslatmoqchiman. Chunki ular boshqa mahsulotlarga, hatto byudjetlilarga qaraganda ancha arzonroq. Va ular bortida bu funksiyaga ega, ammo bu haqda birozdan keyin. Yagona din qurilmalari orasida biz 3 ta radioni taqdim etamiz. 903, 905 va 907. Bularning barchasi bir-biridan faqat tashqi ko'rinishida farq qiladi. Menimcha, bundan tashqari, boshqa mashhur kompaniyalar bilan o'xshashlikdagi minus, siz ularni ularda topasiz. Va bugun biz 905 radioni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, biz mashinalarida 2 ta din radiosi uchun ramkalar o'rnatilganlarga g'amxo'rlik qildik va ularni ozod qildik. Shuningdek, ATX 211 bin protsessor bosh bloki. U bitta din radiosi bilan bir xil xususiyatlarga ega. Shuning uchun uni ko'rib chiqish uchun ko'rib chiqishning ma'nosi yo'q, funksiya mutlaqo bir xil. Siz qila olasiz, siz mumkin. E'tiboringizni yagona din radiosining bugungi sharhiga qarating. Ushbu radioni ochishdan oldin men uning asosiy ajoyib xususiyatlari va xususiyatlarini ko'rib chiqmoqchiman. Bu protsessorga asoslangan, lekin bortida o'zining original ATF sonustoni protsessoriga ega. U 32 bitli va flat va WAV formatlarini 24 bitli 96 kHz ruxsatda o'ynashga qodir. Shunday qilib tushunasiz, bu eng yuqori format. Odatda audio sanoatida mavjud bo'lgan va muallif soundtrackga qo'ygan barcha tovushlarni onqatordagi skripkagacha takrorlay oladigan audio xor. Ishoning, ovoz shunchaki ajoyib. Va bugun biz o'zimiz ko'ramiz, hatto narxi biznikidan bir necha baravar yuqori bo'lgan radio ham uni takrorlay olmaydi. Bu format, bu magnitofonlar. Men silliq aytaman, biz hali albatta batafsil xususiyatlariga qaytamiz. Keling, endi bu magnitofonni ochib ko'ramiz. Qutida nimalar bor, to'plamda nimalar keladi va hokazo. Mana shunday mikrofon qutida kutib oladi. U magnitofon orqali Bluetooth yordamida telefonda qo'llarsiz gaplashishingiz uchun ishlatiladi. Ya'ni rulda band bo'lganingizda telefonni qo'lda ushlamasdan gaplasha olasiz. Magnitofonni chiqaramiz. Yana nimalar bor ekan? Masofadan boshqarish uchun pult ham bor. Masalan, magnitofonni boshqarish uchun uni olib chiqish shart emas. Kimdir mashinada orqada o'tirgan bo'lsa va tugmachalarga yetolmasa, pultni olib bemalol boshqarishi mumkin. Va mana shunday simchalar, Evrorazionlar, bu allaqachon standart bo'lib, shu turdagi barcha asosiy qurilmalarda bo'ladi. Bu yerda esa bonus sifatida xaridorlarimiz uchun mana bunday stiker va brendli hidli osma. Achfi aytgancha, juda yoqimli hidi bor. O'zimning mashinamda ham shunday osma bor. Hidi uzoq saqlanadi, zo'r va chiroyli. Albatta, qutida kafolat taloni va broshurasi bilan birga yo'riqnoma ham bor. Reklama stikerlari va yana bir stiker ham shu yerda bor. Endi magnitola bilan keladigan jihozlarni chetga olib qo'yamiz va magnitolaning o'zini brend logotipi tushirilgan paketdan chiqaramiz. Ko'rib turganingizdek, hammasi butun. Uni yaqinroq ko'ramiz. Magnitolaning orqa tomonidan boshlaymiz va unda nimalar, qanday razionlar borligini ko'ramiz. Birinchi ko'zim tushgan narsa antennali oddiy magnitola razioni.
Keyin rul tugmalarini ulash uchun mo'ljallangan razyomni ko'ramiz. Bu orqali magnitolani boshqarish, ovozni oshirish, triklarni almashtirish va hokazolarni bajarish mumkin. Keyingisi mikrofon uchun razyom, aynan men sizga ilgari ko'rsatgan razyom. 3 juft razyomlari bor. Ulardan kuchaytirgichlaringiz uchun signal olasiz. Kuchaytirgichlardan musiqangiz yangraydi. Ya'ni bu ovozni kuchaytirishga muhtoj. Agar magnitola ichidagi kuchaytirgich yetarli bo'lmasa, oldindan aytib o'tmoqchimanki, burta chiqishlar ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilganidek 4 volt kuchlanishga ega, ya'ni bizda shunday. Lekin amalda u yerda kuchlanish bundan ham yuqoriroq bo'ladi. Agar hozir internetdan video topa olsam, albatta shu yerga qo'shib yuboraman. Bu yerda to'liq ovoz balandligida ham signal toza chiqadi. Ya'ni umuman kuchlanish tushishi yoq va chiqishda deyarli 6 volt bo'ladi. Bu esa umuman zo'r natija hisoblanadi. Chiqishlarda yuqori kuchlanish professionallarga yaxshi nazorat va kuchaytirgich ustidan boshqaruv beradi. Pioneer kabi qurilmalarda chiqishda 2 volt bo'lsa, bu kam. Natijada 100% kamroq shovqin va signal kuchaytirgichga uzatiladi. Ko'pchiligingiz bunday holatni ko'rgansiz. Kuchaytirgichingizga dinamiklarni ulaganingizda, ular orqali galati, yoqimsiz tovushlar eshitila boshlaydi, fon paydo bo'ladi va hokazo. Umuman olganda, chiqishda kuchlanish yuqoriroq bo'lsa, bu faqat ijobiy tomonga ta'sir qiladi. Endi yagona qolgan razyom, bu evrorazyom bo'lib, u orqali magnitolaning quvvati va dinamiklardan keladigan simlar ulanadi. Bundan tashqari, alohida ta'kidlashni istardimki, bizda o'zimizning brendli ilovamiz bor. Achva u Android uchun Play Marketda va iPhone uchun App Store'da mavjud. Biz ulanishga o'tamiz va qurilmamizni tanlaymiz. U men uchun avtomatik ravishda ulandi. Va ko'rib turganingizdek, men telefonda ovoz balandligini moslashtiraman. Radioda esa u mos ravishda oshiradi yoki kamayadi. Shuningdek, protsessor uchun barcha sozlamalar ilovada mavjud. Bularning barchasini hozir ko'rsataman. Bu yerda pastki o'ng tomonda ovoz balandligini oshirish uchun muvozanatni, faderni oldinga, orqaga qarab sozlashi mumkin bo'lgan 3 ta chiziq mavjud. Ekranning o'ng tomonida bu yerni bosing, biz umumiy ovoz sozlamalarini topishimiz mumkin. Bular equalizer, fader va balans, audio sozlamalari, kechikishlar va crossoverdir. Va bu protsessor qurilmasining o'zi joylashgan rejimni tanlash bilan dasturning asosiy menyusi. Va har bir rejimda ovoz uchun sozlamalar ham mavjud. Agar biz, masalan, radioga borsak, xuddi shu ovoz sozlamalari bu yerda ham mavjudligini topishingiz mumkin. Shuningdek, dasturda orqa yorug'likni tanlashimiz va uni qurilmaning o'zida o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, biz ko'proq yashil narsalarni qo'ymoqchimiz. Bu yerda biz yashil rangni tanladik. Moviy rangga qarab ko'proq ko'p. Asosiy qurilma bilan birga ilovalarning mavjudligi juda zo'r. Unga bevosita telefondan masofadan turib boshqarish imkoniyati uchun alohidalik beraman. Endi esa bu magnitola haqida bizning Mugroup do'konimizda mavjud stendga ulangan holda gapirib bermoqchiman. Keling, do'konga tushamiz va uni aynan shu yerda ulab ko'rsataman. Hammasini ko'rsatib, tushuntirib beraman va siz bu qurilmadan yoqimli taassurot olasiz. Demak, biz Mugroup brend do'konimizga tushdik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ekranda shaflarimiz osilgan va mana o'sha magnitola. Hozir kamerani pastga tushiraman. Bugun ko'rib chiqayotgan qurilmamiz shu. Shuningdek, bu yerda barcha protsessorli anodin qurilmalarini ko'rishingiz mumkin. Ular bu qurilmaga mutlaqo o'xshash, faqat tashqi ko'rinishi bilan farq qiladi. Keling, yana bir bor 3 ta protsessorli anodin qurilmasi qanday ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Bu bizda 907 magnitola, bu 903 va mos ravishda 905, uning uchun biz shaft tayyorlaganmiz. Ko'rib turganingizdek, ularning har biri bir-biriga o'xshamaydi, lekin boshqa mashhur brendlar qurilmalariga o'xshashi mumkin va har kim o'z didiga ko'ra ushbu 3 ta qurilmadan birini tanlashi mumkin.
Mana ikki dinli bosh qurilmamiz ham shunday ko'rinishga ega, protsessori va ichki qismlari bir dinli qurilmanikiga o'xshash. Uni ko'rib dizaynini baholashingiz mumkin. Bu ekranni, bu menyu va siz rus tilini ham foydalanish tili sifatida tanlashingiz mumkin. Mana shunday tashqi ko'rinishga ega va birinchi navbatda ushbu magnitola haqida aytib o'tmoqchi bo'lganim, ya'ni uning asosiy raqobatchilaridan ustun tomoni bu 24 bit 96 kHz WAV formatidagi musiqani fleshkadan o'qiy olishi. Menda oldindan yozib qo'yilgan ikki trek bor. Biri oddiy MP3 formatida. Bunday trekni har qanday magnitola ijro eta oladi. Ikkinchisi esa aynan o'sha trek bo'lib, ko'pchilik boshqa magnitolalarda bugun muammo tug'dirishi mumkin. Hatto biznikidan bir necha barobar qimmatroq magnitola ham shunday muammoga duch keladi. Keling, tekshirib ko'ramiz, USBni tanlaymiz. Birinchi trek MP3 formatidagi ko'rib turganingizdek hech qanday muammosiz ijro etilmoqda. Endi esa o'sha og'ir fayl 24 bit 96 kHz WAV ko'rib turganingizdek u ham bemalol ijro qilinmoqda. Musiqani ijrochining o'zi unda belgilagan asl sifatda ijro etadi. Hozircha bundan zo'r sifat o'ylab topilmagan deb o'ylayman. Endi boshqa magnitolalarga o'tamiz. Ular ham bu faylni ijro eta oladimi? Ko'ramiz va bizning qurilma bilan solishtiramiz. Men fleshkani bizning musiqamiz bilan o'rnatdim. Bu Kraken magnitolasi kompaniyadan, narxini ham ko'rasiz. Endi esa biz yozgan treklarni yoqib ko'ramiz. Oddiy MP3 faylini eshityapmiz. Xotirjam yoqiladi. Keyingi trekni yoqamiz. U darhol yana shu trekka qaytib ketadi. Ya'ni umuman yuqori aniqlikdagi formatni ijro eta olmaydi. Holbuki bu formatni bizning magnitolalarimiz va 5, shuningdek, qolgan barcha protsessorli magnitolalar bemalol ijro eta oladi. Endi navbatdagi taqqoslovimiz 77 magnitola bu Aura kompaniyasidan. O'ylaymanki, barchangiz uni yaxshi bilasiz. Bu protsessorli, byudjetli magnitola, lekin baribir bizning magnitolamizdan qimmatroq. Keling, fleshkani ham tekshirib ko'ramiz. U bizning magnitolamiz bemalol ijro eta oladigan formatni ijro eta oladimi yo'qmi? Eshitganingizdek, oddiy MP3 formati hech qanday muammosiz kiritilgan. Keling, harakat qilaylik. Voy, tamom. U WAV formatini xresni ishlab chiqarmaydi. U shunchaki ocholmaydi va yana MP3 formatidagi trekka o'tadi. Va keling, flagmani ehtimol sotuvga o'tamiz. Yagona din protsessorli radiostansiyalar orasida bu Pioneer 520. Narx yorligini ko'rasiz, flash diskni o'rnatdim. Keling, u xres formatini o'ynashini ko'rib chiqaylik. USB. Qani ketdik. 3 formatini osongina ijro etadi. Keling, keyingisini sinab ko'raylik. Voy, endi u birinchi trekka o'tmoqchi. Ammo afsuski u buni o'qiy olmaydi. Endi tushunganingizdek, bizning magnitolamiz hatto Pioneer bilan raqobatlashadigan baholarga ega bo'lsa ham, agar uni 4 baravar arzonroq olsak ham o'qiydi. WAV format, WAV flat format, Fres 24 bit 96 kHz. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, bu yerda USPort faqat fleshkalarni ulash va musiqa ijro etish uchun emas, balki telefoningizni ham ulab, uni tezkor zaryadlash 2,1 amper tok bilan imkonini beradi. Endi esa asosiy sozlamalarga tezda ko'z tashlaymiz. Aynan protsessorga unda qanday filtrlar, kechikishlar va hokazolar borligini ko'ramiz. Menyuga o'tamiz, audio bo'limini tanlaymiz. Pro crossover, dinamiklar, chastota va ko'rib turibmiz. Yuqori chastotali dinamiklar, pishchaklar va hokazolarni 1 kHz dan 16 kHz gacha kesishimiz mumkin. Keyingisi alt dinamiklar, ularning chastotasini ham ko'ramiz. 0 dan boshlab keyin 30, 40, 60 va 500 kHz gacha. Filtrning pasayish tartibi esa 4-tartibgacha kesadi.
Endi orqa akustikaga o'tamiz. Chastotani ko'ramiz. 0 dan boshlab 500 Hzgacha. Va filtr ham 4-chi tartibda kesadi. Aslida 4-chi tartibli filtr bilan barcha byudjet protsessorli magnitofonlar maqtana oladi, lekin endi crossoverimizni boshqa rejimga o'tkazsak. 3 poloska rejimiga o'tkazamiz va ko'ramiz. Qaraysizmi, pasayish qiyaligi bo'yicha sozlamalar o'zgaradimi yoki yo'q? Keling, ko'rib chiqaylik. F dinamikida chastota, masalan, 4 kHz, bizda 4-darajaga o'tish ham bor. Keling, boshqa o'rta diapazonli dinamiklarga o'tamiz. Aytaylik, bu 80 Hz, bizda 4-chi tartibli roll-off bor, mutlaqo ikki tomonlama foydalanish rejimida bo'lgani kabi. Keling, qanday manbalar ekanligini ham ko'rib chiqaylik. Ushbu radioda flash diskdan tashqari signallar mavjud. Albatta bizda AUX bor. Keyingi Bluetooth. Telefoningizni ulang, musiqa tinglang va telefonda gaplashing. Shuni ta'kidlamoqchiman, bu oddiy Bluetooth emas, 5-versiya va IT protokolini qo'llab-quvvatlaydi. Bu telefon va musiqa yoki boshqa kontent, masalan, film tomosha qilishda qurilmalar orasida kechikish bo'lmasligini anglatadi. Va radio ham albatta. Keling, endi magnitolaning sozlamalariga kirib, tizim nimalarga qodirligini ko'ramiz. Displey, rang tanlash, o'zgaruvchilar bor va sizga kerakli rang soyasini tanlaysiz. Qurilmada tabiiyki rigib yoritgich bor, u yetarlicha yorqin, tok va kuchli. Dimmer ham mavjud, yorqinlikni tanlash mumkin, kun yoki tun rejimi. Agar biroz xiralashganni xohlasangiz, shuni ham tanlash mumkin. Displeyni o'chirib yoki yoritilishini yoqib qo'yish mumkin, agar yo'lda u sizga xalaqit qilsa, masalan. Tugmalarni ham alohida o'chirib yoki yoqib qo'yish mumkin, agar ular sizga juda yorqin tuyulsa yoki umuman yoritgich kerak bo'lmasa. Bu yerda dasturiy ta'minot versiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, bizning rasmiy saytimizda barcha magnitola uchun yangilanishlar doimiy ravishda chiqadi. Biz doimiy ravishda dasturiy ta'minotni yangilab, kamchiliklarni tuzatishga yoki yangi funksiyalar qo'shishga harakat qilamiz. Keyingi sozlamalarda tabiiyki til tanlash, soat, to'liq tiklash, hozir eshitayotgan signalni yoqish yoki o'chirish mumkin. Uni yoqsangiz signal eshitiladi, o'chirsangiz umuman eshitilmaydi. Magnitolaga o'rnatilgan kuchaytirgich ham bor. Bu orqali dinamiklaringiz alohida kuchaytirgich o'rnatmasdan ishlaydi. Uni ham yoqish yoki o'chirish mumkin. Aytgancha, tugmalar bosilganda chiqadigan tovushni o'chirib qo'ydik. Bu yerda yana bir afzallikni ta'kidlashni istardim. Tugmalar bosilganda yoqimli bosiladi. Juda baland yoki galati tovushlar chiqmaydi. Chiyillash yoki boshqa noqulayliklar yo'q. Umuman olganda, xulosa qilib aytganda, bu juda yoqimli qurilma, protsessori narxi bo'yicha umuman raqobatchisi yo'q. Yana bir bor e'tibor bering, narxi 6190. Hozirda esa har qanday protsessorli qurilmani bir din yoki ikki din bo'lsa ham, aynan shunday funksiyalarga ega bo'lganini xarid qilsangiz, aksiya o'tkazilmoqda. Siz bizning brendli futbolkani sizdan olasiz. Qo'shimcha sovg'alar olish imkoniyati ham mavjud. Ushbu aksiyaning tafsilotlarini video ostidagi tavsifda topishingiz mumkin. Shunday qilib, tavsifdagi havolaga o'ting va radiomizga buyurtma bering. Bu g'ayrioddiy darajada super, g'ayrioddiy va ajoyib va ular ham arzon. Bu radioga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Sotib oling, zavqlaning, musiqa tinglang. Omad xayr!